Так, bizga bunaqa задача berishgan. Shlayf uzilib ketgan. Payka qilib bo'lmadi. Hatta knopkalar ishlayapti. Tekshirib ko'rdim men. Birinchi o'yladim plataga обычный knopka qo'yib, men bu sxemaga qarab yig'ib chiqmoqchi bo'ldim, lekin bu knopka bu yo'l mana bu управленияda mana shu turishi kerak bo'ladi. Bitta minus tomoni внешность o'zgaradi и mana bu yog'ini izolyatsiya qilish kerak bo'ladi. Platani orqa tomonini, даже oldi tomonini ham. Chunki vlaga kirsa yaxshi ishlamaydi knopka. Boya mikroelektronikadan bunaqa mikrik olib keldim. Buni kattasini topa olmadim. Tak kattasi ham bo'ladi, mashinaga ikkita keladigani. O'shandan qilsa, endi bu ikkinchi variantida. Men bunaqa variant topdim. Tak, 8 taligi ham bor edi. Именно o'sha 8 taligi magazinda qolmagan ekan, hozir bunaqa qo'yib turib. Men bu shlayfni o'zim men bu knopочный sxemaga qarab yig'ish kerak. Mana shunda bunday bo'ladi. O'lchab ko'rdimmi? Shunda, по-моему, нормальный bo'ladi. Блять, tushib ketdi. Короче, tushundinglar-ku. И bu yog'ini kesib, mana displey o'zini kesib, защитный joyini yopib qo'yiladi. Mana bu klaviatura mana menga o'tadi shunda. И bu shlayf bu yog'iga обычный simda ulusi bo'ladi. Без пайка. Может, с пайкой. Qanaqa удобный bo'lsa-da. Hozir mana shuni qilishga ishga kirishamiz. Начинаем начинать deydi.